Mani krasotkam uzoqdan kelgan, muammosi bo'lgan ikkinchi babbaqa va yuzlarida nasagubniy skladka, brilliantlar, marionetkalar osilgan bo'lganmi. Yuzimni mana bunaqa tortib bering deyapti menga. Avvalambor biz yuzimizni ozdirishimiz kerak, ya'ni baqbaqaga muolaja qildik, ya'ni kollagen stimulyatsiya, ya'ni fundament teriga berdik. То есть biz ham uni ozdiramiz, ham fundament beramiz. Keyingi etap bu nitevой lifting bo'ladi. Terimizga fundament beramiz, terimizni mustahkam beramiz, terimizni ochartirib, yaltiratuvchi, oqartiruvchi ham bonuslar berganmiz, pilinglar qilganmiz, jiddiy nitka berganmiz. Biz esa bu hozir muskullari bilan va yog' qismi bilan ishladik va teri qavatini сокращениyaga ishlab berdik. Bu degani osilish teri bo'lmaydi. Yog'i kamayadi, muskullari tortiladi va teri qisqaradi. Biz natijani aytamizki 1,5 oyda sabr bilan kutamiz. Keyin 1,5 oydan keyin biz уже tortuvchi, ya'ni katta iplar bilan yuzlarni tortib beramiz. Shu hozirgi qilgan muolajamiz bo'lgan patsientimizda va yana ozmoqchi. Bunga hozir protsedura terzipatit, ya'ni hamma biladi, Monjaro protsedurani qilamiz. Oldin patsientimiz Monjaro olgan ekan, lekin natijasini ko'rmagan. Bizni Instagramimizni, ya'ni mani ko'rib, haqiqatan ham natija berasizmi deb savol bilan kelgan. Men bunga hozir muolaja qilib, rezultatni ko'rasiz, albatta natija beramiz. Agar natija bermasam, biz ayrim miqdorida dorini pulni qaytarib beramiz.